Hammaga salom. Xudo xolasa bugun sizlar bilan iPhone X va iPhone XS Max telefonlarini PUBG Mobile uchun sotsa bo'ladimi, yo'qmi? Shu narsani ko'rib chiqamiz. O'rtoqlar, birinchi navbatda sizlardan bitta narsani iltimos qilib qolardim. Hammanglar o'tgan safar kommentariyaga yozdinglar, shu telefonni chiqaring, shunaqa narsani chiqaring, bunaqa narsani chiqaring deb hammanglar yozyapsizlar. Xudo xolasa hammasini bitta chiqarib boramiz o'rtoqlar. Faqat bitta spiska tuzilib qo'yilgan. Mana shu kun mana shunaqa video chiqadi, xudo xolasa. Polniy spiskani tuzib chiqqanman. Sizlar aytganda ham hammasini spiskaga qo'yib chiqqanman. Navbat kelganda xudo xolasa albatta chiqadi. Shunchaki kanalda bo'lib tursanglar, xudo xolasa o'tkazib yormaysizlar. Xo'p, endi videomizni boshlasak bo'ladi. Birinchi bo'lib o'sha legendarniy iPhone X haqida gaplashib o'tamiz. Display OLED 508 dyum. Ekrani bundan kattaroq. Deydiganlarga o'zingizlar bo'lmaysizlar. Ekrani kichkinagina bo'lsa ham mana shappalloqdek Androidlardan ko'ra yaxshiroq ishlaydi. Bitta narsani bilib olinglar bolalar. Burgani ham kichkinasi yomon chaqadi. Bu telefonimiz protsessorida i11 Bionic chipi turibdi. Protsessor chotki. TDMda вообще qotmaydi. TDMda zalyot upravlять qilish вообще mazza. iPhone X'da boru tarakanlarga o'xshab yomon o'ynab qo'ysanglar bo'ladi. Ishoninglar, prям mash kichkinacha telefonda bor-ku. Agarda normal o'pitinglar bo'lsa, любой bitta Android yutib qo'ysanglar bo'ladi, xudo xolasa. Chunki telefon shu narsaga поддержка qilib beradi, bolalar, bemalol ishlab beradi. Ko'p Androidchilar aytadi, Android ham 90 FPS ochib beradi, qotmaydi, u yoq bu yoq deyshadi, lekin iPhone'da nimaga kuchli o'ynashadi bilasizlarmi? iPhone igrokni skilllarini ochib beradi, tushunyapsizlarmi? Full поддержка qilib beradi. O'zi shoh, nima faqat TDMga yopishib olding mana shu telefonda desanglar, chunki bu telefonda faqat TDM shiklar olsa stoydi. Nimaga bunaqa deyotganimni batareyka sig'imidan bilib olsanglar bo'ladi. 2716 mAh. Bu qancha normal holat bolalar. Bu katta telefon emas, ixchamgina kichkinacha telefon. Qanaqa batareyka kutyapsizlar bilmadim. O'yin payti uzog'i 1 soat, 1,5 soatga chidab beradi. Shuning uchun bu telefonni faqatgina TDM shikliga maslahat bergan bo'lardim. TDM shikliga 1 soat, 1,5 soat достаточно уже ulguradi. Bemalol TDM turnirlarni o'ynab chiqadi. Nima klassikada qotadimi deydiganlar uchun yo'q, qotmaydi agarda qizimasa. Menimcha ko'pchilik bilsa kerak, iPhone X 60 FPS ko'taradi. Xo'p, shoh qara, shuncha ma'lumotni berding, yaxshi, zo'r. Endi buni qanchaga olsak bo'ladi, nech pul turadi o'zi desanglar, bozorda yoki do'konlarda o'rtacha narxi bu telefonni 180 dan 200 dollargacha bo'ladi. Undan ko'ra buni puliga anu telefonni beradi, bunaqa telefonni beradi. Demanglar o'rtoqlar, bu telefonni o'zini muxlislari bor, o'zini sevuvchilar bor, o'shalar oladi. Ikkigan TDMda bu 200 dollar, 180 dollarga bunaqa telefon bermaydi hech qachon. Xudo xolasa men sizlar bilan super o'yin olaman. Mana shu telefonni puliga keladigan xohlagan Androidlar bilan solishtirib ko'raman. TDMda iPhone X baribir yutib chiqadi. Qisqasi bu telefon haqida fikrim shuki, TDM uchun yaxshi, lekin Livik klassikalarga zaryadkasi unaqa ko'p ketmaydi. Xo'p, keyingi telefonimiz haqiqiy legenda и monster telefon bo'lgan iPhone XS Max. Display OLED 6.5 dyum. Katta ekranda o'ynashga o'rganib qolganlar uchun ideal variant. Bu telefonimiz protsessorida i12 Bionic chipi turibdi. Bu degani o'rtoqlar PUBG Mobile'da lag degan so'zni umuman unutishga majbur qiladi. Chunki haqiqatan protsessori juda ham yaxshi chiqqan, PUBG Mobile'da o'zini juda ham aqlli tutadi. TDM deysizlarmi, klassik turnir deysizlarmi, просто public deysizlarmi, вообще farqi yo'q, xohlaganiga kiraverasizlar. Chunki batareyka sig'imi 3174 mAh. To'g'ri, sizlar hozir 6000, 5000, 5500, 4500 degan sonlarga o'rganib qolgansizlar. Lekin 3000 bo'lsa ham o'zini juda ham aqlli tutib beradi va ortiqcha narsalarga sarflavermaydi. To'g'ri, bu deganim вообще uzoqqa chidab beradi deganim emas. Hatto klassik turnirlarni 4-kartasigacha zo'rg'a bo'lsa ham chidab bera oladi. Ekrani katta bo'lganligi sababli klassik turnirlarda obzorlar ancha yaxshi bo'ladi, zalyotlar ham chotki chiqadi, zajim ham chotki ushlaysizlar. Lekin har safarga gapimni yana qaytaraman, baribir kullir kerak bitdi. Men u iPhone 15 Pro Max mi, 14 Pro Max mi, 13 mi, 12 mi, 11 mi farqi yo'q bolalar. Hamma iPhone'larga, любой telefonga kullir kerak. iPhone X ga обязательно olishinglar kerak, iPhone XS Max ga ham xuddi shu. Klassik turnirlarda oldinglarga 2 ta skvat keladimi, 3 ta skvat keladimi, bunga farqi yo'q. O'zini juda ham aqlli tutib beradi. Komandam bilan klassik turnirlar o'ynab yurgan paytimiz A50 da o'ynardim. Bitta igrokimiz iPhone XS Max da o'ynardilar.
to birinchi kartadan kirib, birinchi karta ham emas, birinchi kirardilar, yarim soat razminka qilardik, keyin birinchi karta boshlanardi, to shu 4-kartagacha bemalol o'ynab berardilar. Prям o'yin payti ko'zingizga ko'ringanini shaqillatib tashaverasizlar. TDMga keladigan bo'lsa, TDMda aytmasa ham bo'ladi, o'zini vobshe idealniy tutadi. TDM turnirlar o'ynab, opit olgan bo'lsanglar, ishoninglar, 13 Pro kiradimi, 13 Pro Max kiradimi, optinglar vobshe kuchli bo'lsa, xohlaganinglarni urasizlar. Shu joyini yaxshilab eshitinglar. Agarda optinglar vobshe через nimaga katta bo'lsa, xudo xolasa, xohlagan igrokinglarni yutasizlar. Chunki telefon sizlarning qobiliyatinglarni full chiqarib bera oladi. Full поддержка qilib bera oladi. Tushunyapsizlarmi? Eng kerakli vaziyatlarda qotib qolmaydi. Bu degani blижний bo'yga chiqasizlarmi yoki bironta pozitsiyada otish etganinglardami yoki eng kerakli shotda olayotgan paytinglar tupoysirab qotib qolmaydi. Xo'p, shoh, zo'r, hammasini bildik, chotki. Endi mana shu telefonni olmoqchimiz. Necha pulga topamiz deydiganlar uchun to'g'risi juda ham ko'p izlandim. Hamma joyda har xil narx bo'lib yotibdi, bitta stabil narxi yo'q ekan. Shuning uchun o'rtacha narxini aytib o'tib ketaman sizlarga. Shu meni ma'lumotimga ko'ra $350 dan $380-370 topasizlar. Ya'ni ham sizlar qarab ko'ringlar. Sizlar tarafda boshqacha narxlar arzonroqdir yoki qimmatroqdir. Xo'p, shunaqa videomiz oxiriga yetib kelyapmiz. Xayrlashishimizdan oldin bitta narsani eslatib o'tib ketaman. Shu videomizni opisaniyasida ham, kanalimda ham turibdi, Telegram kanalim. Xudo xolasa Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Sababi xudo xolasa stream rejalashtiryapman. Streamda hamma bilan birga bir o'ynab, opit almashamiz, 2-2 o'ynaymiz, publiklar bosamiz. Agar Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, shulardan bexabar qolib ketmaysizlar. Qachon stream, soati nechida, hammasini batafsil Telegram kanalimda aytib o'tib ketaman. 1 soat oldindir yoki 1 kun oldindir, 5 soat oldindir. Xullas, hech kim bexabar qolib ketmaydi agar Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar. Xullas o'rtoqlar, har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joninglarni asranglar, hech qachon harakatdan to'xtamanglar va shunaqa kontentlarimizni o'tkazib o'rmaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'ying. Xudo xolasa keyingi videolarimizda sizlar bilan yana bir marta uchrashish nasib qilsin. Hammaga rahmat.